O maqsad yo'lida davom etyapmiz. Inshaalloh. Yo'limizdan tasodifiy shu yerda mesni egalari ham chiqib qolyapti. Endi tabiat endi o'ta zo'r. Bu yerlar may oylarida chiroyli bo'lib ketadi deyapti. Yog'ingarchilik bo'lib tursa, shu atrof kun-kuy holatga kelar ekan. Hozir endi yomg'ir mavsumi deyapti. Yomg'irsiz o'tyapti deb cho'ponlar ozgina shikoyat qilishyapti. Tog'larga yomg'irlar yog'sa, kun-kuy atrof joy chiroqsiz kirar ekan.